Dünyadaki en sap xuruşlarını yığış üçün Şirin Bulaq adretimiz səfərə atlandı. Aqartqış və ximiyalik moddalardan xali sap təbii un. Sifatlik mahsulot. Ötdi. İlğar texnika və pakiz muhitdə işlənən sifatlik may. Sifatlik mahsulot. Ötdi. Palma miyi təbii palma dərxidən ayrılanğan, Malayziyadan bevosita import qilingan. Sifatlik mahsulot. Ötdi. Yangi Zelandiyadan import qilingan a'lo sifatlik sut parashuki. Ötdi. Xatarlik buyum bayqaldi. Ximiyalik xurush? Yo'q. Xamashyalar mushundaq tanlandi. Endi sizlarga Şirin Bulaq tatlıqlarini tayyorlashga atlandik. Talla bazarında dasturxonlar uchun shayli. Şirin Bulaqqa bizamra. Sağlamlıq yaxşı ozuqqa muhtaç. Ro'yab ozuqliq mahsulotlari sağlamlığınızdan ro'yabga chiqish uchun esil bir hamkordir. Ayni yillari qomatlik, kuch-quvvat teshib turgan jasoratlik botirim edingiz. Yillar sizni tavladi. Jafo va qiyinchilikni yengib pishqan er bo'ldingiz. Lekin so'ngak va bel og'riqi sizni halsiratdi. So'ngak bo'g'im sağlamlıq uchun ro'yabni tanladim. Ro'yab bizning sağlamlıq yetakchimiz. Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Assalomu alaykum umaq kichik do'stlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi Şinjan Xuyu Мәдәният tarixchilik şirkati shundaqla Şinjan Izgil kino televiziya e'lonchilik shirkati birlashib ishlagan o'zining bambu, xristi qatorliq esil tatliqlari bilan xalqimizni qizg'in yoqtirishiga erishib kelayotgan Urumchi Şirin Bulaq yemak savdo tajorligidagi Şirin Bulaq ئەقىل باغچىسى programmasi. Mariyasatchi Zumrat Abduqodir. Men Ablajon Avut Ayub. Yenimizga bu yoq bo'lsa, programmamizning qutqunchiqi iyiqchaq. Umaq iyiqchaq. Qadrli ko'rmanlar, Şirin Bulaq ئەقىل باغچىسى programmasi jamiyatimizga 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan barliq kichik do'stlar ota-onalar bilan birlikda qatnashadigan program bo'lib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishi asos qilingan, ko'ngil ichish, oila hamkorligi, zehn sinash, musobaqa qatorliqlar o'zaro birlashgan bolalar programmasi. To'g'ri, programmamiz bolalar uchun shundaqla ota-onalar uchun keng sahna hozirlab berdi. Shunday sizlarni har vaqt qizg'in qarshi olamiz. Xo'sh, Ablajon, undaqda programmamizning tunji sahifasini boshlab ketamdik. Bo'ldi, programmamizning dastlabki sahifasi. Biz keldik. Xo'sh, undaqda oldi bilan sahifamizga chiqadigan bo'lsa, bizniki Serxran oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Ha, qarshi olamiz. Keldilar. Chiroyli bir qiz-ku bu. Umaq, qarshi olamiz chiroyli qiz. Oldi bilan ko'pchilikka bir salomingizni yo'laytamsiz, o'zingizni tunishtirib. Bo'ldi. Assalomu alaykum ota-onalar. Yaxshimisizlar? Mening ismim Muslima. Undaqda bu oila a'zolaringizni bizga tunishtirib qo'ying. Bu degan opam mening Tursunqul opam. Bu degan dadam mening Mo'minjon dadam. Ha, Tursunqul opingiz, Mo'minjon dadingiz. Undaqda Muslima, bugun qanday san'at umri yeb keldingiz? Usul yeb keldingizmi? Undaqda usulingizni nimalar birlikda o'zirlamdik? Kulib turib xo'shal holatda bizga o'ynab berang bo'lamdi? Ma'qul. Ha, qani, marhamat.
Rahmat. Musulmon usluyunsiz faqat kulmaydigansiz-ku nemishqa? Balkim xijilib qolgan bo'lishingiz mumkin. Nemish kulib o'ynab bermaysiz usulni? Hozir birini kulib bering, biz ko'rib boqaylik. Bekrak kulib bering, ha? Ha, qarang, ko'zingiz shunday chiroyli bo'lib ketdi ekansiz. Usul o'ynab bersangiz kulib turib chiroyli o'ynab bering bo'lamdi. Kepilikdek bo'lib ketasiz, ha? Kulib bersangiz shunday umoq bo'lib ketgan ekansiz. Bizningki keyingi bosqichlarda jiq sovg'at ilishga ishonchingiz bormi? Ha. Musulmon sizlar nereden keldinglar? Urumchidan. Urumchidan keldinglarmi? Undaqda bizningki keyingi bosqichlarda texnik jiq sovg'at ilishga tirishing bo'lamdi. Qani, rahmat. Qadrli ko'rmanlar, endi sektimizga chiqadigan bo'lsa, qizil rang oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Hoş geldinglar. Qarshi olamiz. Keldinglar. Qani, o'tirib kelgan yigit. Ismingiz nima? Nurkamiljon. Nurkamiljon? Ha. Ha, Nurkamiljon, necha yoshga kirdingiz? 6. 6. Undaqda bizga oila a'zolaringizni tunishtirib qo'yamsiz? Maqa. Ha, bu yoq kim bo'ldi? Bu yoq mening onam Xonqiz Kamil. Bu yoqchi? Bu onamning do'sti. Mala opam bo'ldi. Ha, do'sti Mayra opash bo'ldi. Undaqda opash do'sti bilan birgapsiz. Nurkamiljon, bugun programmamizga qayerdan keldinglar? Qashqardan. Qashqardan keldinglar, shunday jiroq kelgan qarshi olamiz. Yo'lda kelchi javob topdinglarmi? Yo'q. Ha, shuni azada gapsizlarda. Undaqda bizga bugun programmamizga Qashqardan qanday san'at umri yeb keldingiz? Onam joyliq degan naqshini onamga umoq opamda, pasha opamda otab o'qiyman. Ha, uyda qolgan jiq, bir turkum opashlar bakanda shular atab o'qiydi ekansizda. Opadar yigit. Ha, naqshingizni hammalar birlikda o'zimlaylik. Qani, marhamat. Bilmay debdimin canan çelik o'xshaydi balam chilaylik. Bilmay debdimin canan çelik o'xshaydi balam chilaylik. Aylil qanchaqda bildim kishkib kendem yeyim anam chilaylik. Aylil qanchaqda bildim kishkib kendem yeyim anam chilaylik. Anam mihlil ben anam vicdanim anam yig'laysan yig'lab kulganda kulgan meni bir umr jiningdek bilgan bolduva ayvanib qadudungan yanamidim anam chilaylik. Suyimiz qatla yuyup aşitişili yolumda tabül özü kütütüşili selalikimni keçüşen yanamidim anam chilaylik. Söymezke meni anamdek işkim, köymezke manga anamdek işkim, düşemez şükümni anamdek işkim, yanamidim anam chilaylik. Anam, bayligim anam, vicdanim anam, bayligim anam, çoyliqim anam. Yerga to'zon Nurkamiljon naqsh aytib bo'g'icha. Hemen chiroyli naqshni tanlab kelibsiz. Hammamiz bu naqshni bek yaxshi ko'ramiz. Siz butun hissiyotіңizda aytib, bek yerga aytib bo'g'icha.
Mirkamiljon, hozir aytgan mush naqshingizdagi ma'nosini o'zingiz to'liq tushunamsiz? Nima ma'nosi? Anam chiroyli. Ishqilib anam chiroyli. Sizning anangiz chiroyliqmi, chiroyli emasmi? Chiroyli. Ay, bugun kelgan shu anangiz chiroyliqmi yoki anangizning do'sti chiroyliqmi? Chiqlis chiroyli. Agar ikkisidan birini tanla deb turvasak-chu. Unmayman. Ketmayman demamsiz. Yaxshi Mirkamiljon. Keyingi bosqichlarda texnik suhbat ilishtirishing bo'lamdi. Bo'ldi. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Qadrli ko'rmanlar, endi sakimizga chiqadigan bo'lsa bizningki Ko'kran oilasi. Qani, marhamat. Marhamat. Ajoyib sizlarni o'tkazlar. Qo'ng'iroqdek bir qiz chiqdi bu yerga. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Nadira rahmat. Nadira, necha yosh kirdingiz? 5 yoshga. 5 yosh kirdingiz. Bizga kayningizga oila a'zolaringizni tunishtirib qo'ying, ha? Ma'qul. Miya bo'lsa dadam, ismi Rahmat dadam. Miya bo'lsa mening opam, ismi Soniya opam. Sizlarni qarshi olamiz. Sizlar nereden keldinglar? Ko'rildi. Ko'rildan keldinglar, yiroq yerdan kelibsizlar. Programmamizga qatnashish uchun sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun shunday chiroyli yasinib kelibsiz. Bir yerlaringizda qo'ng'iroqning ovozlari chiqyotdi. Qanday soat umri yeb keldingiz? Usul. Usulab keldingizmi? Undaqda usulingizdan birlikda uzrnaylimi? Qani, marhamat. Marhamat. Osman koyup kilonlar, aldırınlar, küçükmanlar, düşman bulup bir kapirinlar. Odamda bak, etleşe bak, kaşka Osman koyup kilonlar. Rekar kadımdım, vazgeçtirin av, sesini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Rekar kadımdım, vazgeçtirin av, sesini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Deskanda, pula samsa, ne bildimu ipirlar. Tap ne ilang, tut da çilang, nakşisini beni day. Deskanda, pula samsa, ne bildimu ipirlar. Tap ne ilang, tut da çilang, nakşisini beni day. Rekar kadımdım, kasni çıkarın, nakşisini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Rekar kadımdım, kasni çıkarın, nakşisini beni day. Rekar kadımdım, bana kara bekildim, sizce kara beni day. Rekar kadım, oy yeke kadım. Rekar kadım, laka kadım. Rahmat. Chiroyli o'ynab berdingiz. Shuna chiroyli o'ynab berdingiz bu usulni kim o'rgatib qo'ydi? Muallimim. Muallimingiz o'rgatib qo'ydi. Bugun muallimingiz kelmabdi-da. Xili yaxshi tayyorlab qilibsiz, xili uzun tayyorlab qilibsiz, ha? Qancha kun tayyorlab qildingiz? 2 minutmi? 2 minut. 2 minut tayyorlab qildinglarmi? Shunda tez tayyorlab qilibsiz-da. Birdan o'rganib olgansiz usulni. Oblajoqingizmi bir usuliga xeyli vaqt tayyorlab qildi, 2 oygacha. Ben dedim 2 oygacha tayyorlab qilibsiz, 2 minut bunda o'ynayotgan bo'lsangiz, bak yomon ekansiz. Mendek bo'g'ichi usul degan titbatlarkin chiqarib ketasiz. Yaxshi turishingizmi? Ha, keyingi bosqichlarda texnik g'ayrat qilib, texnik jiq suhbatini chiqtirishing bo'lamdi. Ma'qul. Marhamat. Qadrli ko'rmanlar, biz keldik sayfimizni nihoyat o'sh holda oxirlashtirib oldik. Barliq kichik do'stlarimiz bir-birisiga qaltis bir-birisini sarf qilganda, albatta oxirgi natijani chiqaramiz. Bu sayfimizda natijasi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizniki Ko'kran oilasidagi umaq chiroyli qiz qiling. Marhamat. Marhamat. Suhbatingiz yaxshi bo'lganligi uchun programmamizning tunji sahifasidagi mukofot ilish fursatini qo'lga keltirdingiz. Xo'sh bo'ldingizmi? Yaxshi, unda bo'lsa. Safda qiling. Marhamat. Marhamat. Mesela eli payda kamrak yanla uyan qılamraq emas, ügünüşmə həm amraq ekan.
Şinjan İlip ve Medeniyet Fen Texnik Şekillik Şirketi işlep çıkargan oyun bilen sova çıkarışta reşirilgen tötti İlip Besi. Mübarek olsun. Merhamet. Ekran aldırki kadirlik görmenler. Tüvenik sahibimiz bolsa, başlaşaylı. Bu sahibimizde 3 kişilik dostumuz özara musabıqa uçudu. Musabıqımızdan qayısı bolsa, səhnimizdeki sol tarafındaki bu orunda nurgulgan sabırlar var. On taraftaki sivatnaşlar nurgulgan küçük oyuncuqlar var. Kichik do'stlar bu serilma taxtining ustida tüp-tüz yetib, sabırni dümbüsüge qo'yib, serilma taxti orqali serilib, sahnimizning o'ng tarafidagi ash dastonchiga sabırni soladi. Anadagi shu yerda birlikda sevatnashidagi o'yinchiqning birini elib, yana o'xshashni dümbüsüge qo'yib, o'xshashlar serilma taxtining ustida yetib turib, bu chetga akab, bu o'ringa ana shu o'yinchiqlarni jig'di. Belgilan vaqt 2 minut. 2 minutdan ichida kimning jiqqan o'yinchiq va sabr soni eng jiq bo'lsa, shu guruhdagi kichik do'stimiz yenggan bo'ladi. Unaqdan oldi bilan ko'kroq aysi Nadira, marhamat. Nadire düşeniniz-go? Onda bolsa 2 minut vaqt hesaplash rasmiy başlandı. Başlan. Vaqtınız to'shdi. Vaqt to'shdi. Nadiraniki jiqqan sabr soni 1, o'yinchiq soni faqat 1 talla. 1 talla sabrda bitta o'yinchiq jamoasi chaqasi. Marhamat. Endi Qizilrang ailesidan Mirkamiljon. Hamsi musobaqamiz rasmiy başlandı. Ha. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqtınız to'shdi. Uf, erkakdan da. Muslimaniki sabr soni 2, o'yinchiq soni 1. Hamsi musobaqa rasmiy başlandı. İki, bir. Vaqt to'shdi. Mirkamiljoniki sabr soni 3, o'yinchiq soni ham 3. Unda yaxshi, demak bizdagi bu bosqichda natijasi yaxshi bo'lgan do'stimiz Mirkamiljon bo'lib qoldi ya. Bir siz tas qoldingiz, qayriqlab chiqib bo'ldimi? Lekin sizning qizlar qarg'ani jiqqa sabr soni bilan o'yinchiq soni. Unda bizdagi so'g'at rayonimiz o'zingiz yoqtirgan so'g'atni bir nab chiqing. Ha, yaxshi. Mirkamiljon yoqqa. Mirkamiljonning tanlagan so'g'at bo'lsa, Jonim degan oldirash yigitsiz. aldırmay, so'g'atlar aldırmaymi? Shundaymi? Mirkamiljonning tanlagan so'g'at bo'lsa, Şinjan Serikchilar jamiyati an'anaviy sirgarlik klubi ta'minlagan bir yurish sirgarlik. Muborak bo'lsin.
Ekrandagi qadrli ko'rman do'stlar, bizning aniq saytimiz bo'lsa, Sehrgar. Biz bu saytimizga Şinjan Serichilar jamiyati MMC Sehrgarlik klubidan Abduvali Alini alohida taklif qilamiz. Qani, Abduvali sahnimizga. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Xush keldingiz, Abduvali. Assalomu alaykum, ekranlik ko'rmanlar. Abduvali Alining namalariga o'tib salom. Qarshi olamiz, alda kichik do'stlar saytga taklif qolamdik. Rahilonlar. Sehrgar akanlar bilan birga sehrgarlik mahoratlarini o'rganamiz. Kichik do'stlar, men qo'lim kirim o'qigamsizlar. Bilezik. Cho'ng bilezik, ha? Qaranglar, men nechta baka birlik sanab qilyapman. 1 2 3 4 tal bilezik baka shunaq qo'y. Tekstur bakalım abi. Adet kimke bir tüşkler barmike, acırak yerler barmike. Acırak yerler. Mesela ne acıtıp karab ka acılamike ya. Ha, dan kara. Şimdi 1 2 3 desem şekil kızı. Tekstur bakay. Bir şey çıkar alsan sana mukafat verme. Çıkar alamsa. Çıkar aldınız mı Kamiljon? Çıkar aldım ha. Dan qaranglar, mana siz meni tutib beraman. Matram tutib beraman. Cham tutib beraman. Mana 1 2 3 Ma chiqamda? Chiqmaydi. Chiqmaydi, lekin. Voy, chiqdi. Yamar qilib beray, undan qaranglar. 1 2 3 Sam kirgizdi. Endi mana shu kishini kirgizib baqilay, ha. 1 2 3 kirgizdi. Endi qada qilmaysiz? Qaranglar, birdan buni chiqiramiz. Betal çıktı bu. Çıktı bu. Ahir birisini hatta pilab qo'yaman. Saq. Niye qaldınız? Sehrgarlik o'rganganlar bormi endi? Ba. Sizlar buni o'ynab beray, endi Bormi? qo'yay, ya. Nega? Ba. Mana nima o'qamsizlar? Jip. Jip shunday cho'ng jip, ha? Mavju. Qiyrat. Ko'rda. Alama jipni men ko'rdim, buni nasıl o'tkazay? Ko'ralasizlar-ku? Ha. Endi buni chiqqanlar chang tutgan masalan. Hozir bunda alat chiqmaydi-ku bundan ichidan. Ha. Ha? Buni hozir mishin tutmay turib, mishda saqalat buni chiqaratmoqchi bizdan ichidan. Sal boshlab qo'ygan masalan. Ha. Lekin men bunda chiqaraysam men ko'rchu, sizlarga o'xshash qizilcham qizil bo'ldi. Shu buni yeb qo'yishim kerak. Yeb qo'yib turib buni chiqaray bilamda. Almashtirib, meni menga savatdim. Shu bilan ilmiy yolg'onchilik ekanda. Rahmat, Abdali, rahmat bizga aytib qolsiz bo'lgan sehrgarlik mahoratini yutib qo'ydingiz. Rahmat, armag'aysiz. Rahmat. Teşekkür. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, navbatdagi sahifamiz bo'lsa, kim aqlli?
sahifamizda 3 kichik do'stimiz savollarga javob berdi. Dastlabda bir savolga o'z javob berdi. Keyingi bir savolga o'z faqat javob beramigan ahvolasida ota-onasidan yordam so'rasi bo'ldi. Undaqda eng oldi bilan ko'kran oilasidan Nadirani taklif qilamiz. Marhamat. Nadiraning birinchi savoli rasmga qarab turib javob berish savoli. Qani. Marhamat. Moguni qanday sizdiganligini bilamsiz? Mana bu usul bilan sizdagi avval miyarni, anadagi astini, anadagi ichidagi kamiyallarni bilasiz. Yaxshi. Bag'chaga bossangiz qiqas o'ynaysiz-ku. Bu aql bag'chisi bu bag'cha. O'ynag'ili keldingiz bu yerga. Ma'qulmi? Marhamat. Endi sektimizga qizlar oilasidan Mirkamiljon taklif qilamiz. Qani, marhamat. Mirkamiljonning birinchi savol o'xshashlar rasm qarab turib javob berish savoli. Rasmdagi kichik hayvonlarning bir parchasi kam bo'lib qolibdi. Ya'ni bir monja Barik bo'lsin, savol javob beringiz. Marhamat. Pomidor mevami yoki ko'ktatmi? Meva. Pomidor mevami yoki ko'ktatmi? Ko'ktat. Zabi ko'ktatmi mevami? Meva. Mevami ko'ktatmi? Meva. Mushabingizni ching turamsiz yoki ota-onangizdan so'rab boqamsiz? Ota-onamni so'rab Ha, so'rab beqing. Qana. Meva ko'ktatmi ko'ktat. Meva ko'ktatmi meva. Ko'ktat. Nima ekan? Ko'ktat. Ha, to'g'ri bo'ldi. Pomidor degan ko'ktat turga tayyorlab bil oldingizmi? Ha, endi keyingi vaqtga g'ayrat qiling, ha? Qani, marhamat. Endi sektimizga Serxon oilasi Muslima. Marhamat. Muslima birinchi savolning so'ziga qarab javob bergan savollar.
Musima. Bir bala bir tal to'shqon sizibdi. Siz to'shqon sizishning rad tartibi bo'yicha kichik chambarga rad tartib nomerini yozib bering. Avval to'shqonning narini sizimiz, anadagi narini sizimiz, eng oxir narini sizimiz, tuganjani qayerni sizimiz shu tartib bo'yicha bizga mishaga sonini yozib bering. Birinchi job to'shqonning narini sizimiz. Obdan qarang. Obdan ko'z so'ng, ha? Oldin hammasi ko'z qarang. Marasimga qarang, marasimga qarang, marasimga qarang. Eng beshdan narini sizimiz. To'shqonni ko'z so'ng, chambarni emas to'shqonni. Tamam. Siz birinchi job sizg'ayaga 1 deb yozing, ikkinchi job sizg'ayaga 2 deb yozing, juma. Masalan, mana qancha job sizda? Unda siz 5 deb yozib qo'yasiz. Ha, 1 deb yozmamsiz, 5 deb yozmay. Oldi bilan biz to'shqonning beshini sizishimiz kerak. Mavu birinchisi bo'lishi kerak. Sizdan 4 deb yozgansiz xato. Undan keyin to'shqonning qulqini sizishimiz kerak. Mavu 2 bo'lishi kerak. Sizdan 5da 5 keyini 1 deb yozgansiz xato. Uchinchi bo'lib to'shqonningki badanini sizishimiz kerak. Va 2 deb yozgansiz xato. Eng haqida to'shqonningki quyrug'ini sizishimiz kerak. 3 deb yozgansiz xato. Demak, bir nim to'g'ri yozmabsiz. Ikkinchi savolingizga g'ayrat qilamizmi? Muslima sizdan ikkinchi savolingiz. Mikrofonni eling. Avval yaxshi o'ylab boqing, agar javob beramasangiz ota-onasidan yordam so'rasangiz ham bo'ladi. Nihat o'zini to'g'ri javob bergandingiz. Muborak bo'lsin sizga. Ikkinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, bu saytimizda 3-chi kichik do'stimiz savol javob berib bo'ldi. Natijasi yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizniki ko'k rang oilasi bilan qiz rang oilasidagi kichik do'stlarimiz qiling. Marhamat. Marhamat. Sizlarga o'xshashlar bizning sovg'at rayonimizdan sovg'at ilish fursati beramiz. Qiling, beringlar. O'zingizlarga yoqtirgan sovg'atni eng tez suratda talab chiqinglar. Ha, ikkilanlar. Bu ikkili kichik do'stimizniki tanlagan sovg'ati bo'lsa, Şinjan Vallahi Xalqaro So'zlik Şirkati ta'minlagan bir yurish. O'yinchi yo'q, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Davom ettirishinglar. Qadrli ko'rmanlar, andik saytimiz bo'lsa, kichik cho'lpan. Qani bizga qaysi kichik cho'lpanimiz qandoq san'at namunalari olib keldikin? Birlikda o'zinlaylik. Qani, marhamat.
Ekran altı qadrli görmən dostlar, bizə anıq səhifimiz bolsa, təcrübə işləyli. Biz bu sahibimizga o'xshashda Ürümçi shaharligi to'liq o'tir maktabdan biz amroq bizga har sonda yangilik mazmunlarni olib kelgan Marigul muallimni alayda taklif qildik. Xush kelibsiz muallim. Yaxshimisiz? Qarshilamiz muallim. Bugun bizga qanday tajriba ishlab bermoqchi? Bugun men balalarga oddiy usulda bo'lgan shamni o'chirish usulini o'rgatib qo'ymoqchi. Undan bo'z oldi bilan bir balalar bilan paranglashib boqayli. Uyinglar tug'ilgan kun kutib boqqanmi? Tug'ilgan kun kutib boqqanmi? Ha. Shamni o'chirib boqqanmi pulab? Ha. Undan bo'z bugun shamni o'chirib boqqanmiq. Vallahi bek asan tuyuldu bu iş. Pulab o'chirasiz. Bir yaqin kelsangiz bo'lmaydi, chunki bu ot bo'g'ash yaqin kelsangiz bir kuya qoldi. Pulinga. Yaxshi, siz o'chirayotdingiz shunda qo'bak puyuldingiz. Undan bo'z bu qizchaqni o'chirib boqamsiz. Ot yaqin kelsangiz bo'lmaydi, lekin siz o'chirayotdingiz-ku. O'tgan sığıncalığı yaxshi. Yaqinga olmang. Da, o'tga yaqinga olsak bo'lmaydi. Turing. Yaxshi. Uni bo'z aratamiz o'chirib boqdik, hamda arata biz tug'ilgan kun o'tkazgandan cho'qim o't bilan balalarning orliqda ma'lum orliq bo'lish kerak. To'g'ri. Aratdan keyin orliq bo'lganda balalar bek kuchimizmi? Arat o't o'chiramaydi, cho'qim bek kuchash kerak emasmi? Uni bo'z qanday kuchimay turib, orliqni saqlab turib, shamni o'chirgili bo'ldi deganni. Bugun biz tajriba orqali baloq sinab bersam, uni bo'z o'xshashlar hamda ma almashtiray. Va bekroq yanida anan qaraganda. Mayandığı. Əmdə avval mən oxşaşılan balalarga oxşar, heç qanday narsa işlətməyə turub pulab baxaya. Mən sizi öyrətdim o. Yeni yandıraylı. Buna bu siz aralıq saxlan, ha? Əmdə pulan. Yaxşı. 5 il pulganda nima ish o'chiramizdingiz, bilamsiz? Kuchimidingiz shunaqo? Ha. O'lik javob bering. Keyin nima ish o'chiraldingiz? Çılfıdan. Chiqib qo'ldingiz shunaqmi? Yaxshi. Maqul beshi tushirgan-ku. Muslima aldırma, o'chirib ekan. Bir yomon ekansiz-ku. Endi undan bo'z abaytin degandek, orliqni saqlab qoldik, qanday bo'z balalarni kuchimay, jabodatmay o'chagil bo'ldi desak, mana bu qo'limdagi narsalarni tunish bilsak, balalar siz buni ko'rib boqammi? Ko'rib boqammi bu narsani? Ya. Çiçimlikler çişsi. İçimlikning shisi shunaqa o'shunga o'xshamdi ekan. Shunga o'xshamdi. Ana kendi biz sutaga vaqtlarda sizlar arataliq suvni to'kilib ketmasin deb 5 ta qutining ichiga mani qo'yib, uning keyinda ustiga bir narsa qo'yib berdik. Biz buni parka deymiz. Parka. Unda biz oilada parka bo'lishi notayin. Lekin biz men birdamdan keyin qog'ozli parka yasab bersam, shu bo'yicha sinsoq bo'ldi. Oldi bilan ma'lumotni sinab beray. Endi bu yerda 2 xilodis bo'ldi. Obdan qaranglar vallahi, 5 ta. Men udul to'ldim-ku. Men mana pulab boqay. Orlig'im o'xshash-ku. O'chiraldimmi? Yo'q. O'chiraldimmi? Yo'q. O'chiraldimmi? Yo'q. O'chiraldimmi? Yo'q. Qana farq bo'ldi, ikkisiniki bilan oldinglarmi? Qaysini boqamdiq? Ha, o'xshashlarmi, yana bilayman-ku. O'xshash kuchli pidaysiz shuni. Ha, o'xshash kuchli pilayapman. Mana qanday. Demek ma siz çoğunu ağzınızı tutup durgan vaqtingizda kuchsal kuch kerak bo'ladi-da. To'g'ri. Chiqqan yerga endi bu yerda havo gibi bo'ldi-ku. Endi bayqisini tushuntirib qo'ysam, mana mana qaranglar. Men bu yerdan pulganda havo bu yerdan chiqdi shunaqo. Shig'ilgan yerdan kirdi, bu yerda havo chiqqani qanday bo'lyapti? Bu havo chechilib ketdi-ku. Havo chechilib ketdi. So'ng chechilgan havoninki besim bo'lmag'achqa shamni o'chiramaydi. To'g'ri. Tushuninglarmi? Ha. Lekin agar men mani almashtirsam, men havo pulgan vaqtida men kengri yerdan puldim. Bütün havalar bir şey kirdi-ku. Endi men pulsam, havoning hammasi yig'ilib bir yerdan chiqadi. Bu vaqtda men o shamninki yolqinga tekkan havoning besimi cho'ng o'g'ashqa. Shuni bir pulsamlar men o'chib qildi demoqchi-ku.
Tushunamı? Tushundim. Unda bo'lsa, biz uyda mana parklarni topmoq tez, shunaqa. Tug'ilgan kun o'tkazgan vaqtida unda bo'lsa buni parklarni nereden izlab yuramiz. Buni izlashning hojati yo'q. Uyimizda faqat qog'oz bo'lsa-lam, qog'ozdan foydalanib mushaqil shaklda, ya'ni bir og'zi kengri, yana bir og'zi kichik qilib yasaqla bo'ldi. Unda bo'lsa bunu qanday yasaymiz desanglar? Mana o'xshdimi? O'xshab qoldi. O'xshab qoldi-ku? Ma ig'izi kichik, ma ig'izi cho'ng'u. Unda xo'sh mashinani bir sinab baqamdiq. Oldu. Ya. Men turib bilaya. O'shdimi? Yalqondagi o'zgarish olmadı ya. Ne basa? Facebook'ga bulardinglarmi? Shu uyda uxlab ketib qolgan vaqtda agar shamni bak uchramay qolib qolganda yoki o'sha qolganda qog'ozdan foydalanib o'zinglar parka yasab o'chirsanglar bo'ladi. Rahmat Marigul, mana tushunib oldik. Nayt yaxshi bo'lgan. Qattiq bo'lgan bir tajribani bizga tushuntirib qo'ydingiz. Sarmag'ay ismallar rahmat. Allohim rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar. Tuvaning saytimiz bo'lsa, billa o'ynaylik. Bu sayfimizda barliq kishi bo'lsa, otalar bilan birlikda bizning musobaqa turimizga qatnashdik. Bizdagi o'yinimizning qaysi bo'lsa, sakimizning so'l tarafidan nurg'ulgan toplar bor. Shu topni navbat bo'yicha balisi, apsi, dadisi shu navbat bo'yicha tizig'i qisib turib, sakimizning o'ng tarafidagi bu ko'lchakni ichiga tashlaydi. Berilgan vaqt 2 minut. 2 minutdan ichida kimning tashlagan top soni eng jiq bo'lsa, shu guruhga yenggan bo'ladi. Unda holda bilan ko'kramni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Amsa diqqata. 3 2 1 boshlandi. Sekiz, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Ko'kran ailesining erishgan to'p soni bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tal to'p. Muborak bo'lsin, 6 tal to'p sizlar. Hoş, ne bo'lsa, qizlarning ailesi musobaqa rasmiy boshlandi. Üç, iki, bir. Atlatacak kaldı. Kızı diye. Kızların ailesinin top sanı olsa 2, 4, 6, 8, 9 top. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş, emin sayfimizga Serixran ailesi. Qani, marhamat. Nabısa Serixran ailesi sizlerge utuq tilaymiz. 10 top ilip mukofot fursatini cho'qim qo'lga keldiringlar. Bulamdi? Unda bo'lsa 2 minut vaqt hisoblash rasmiy boshlandi.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt tashab qoldi. Ana bo'lsa, Serqiron oilasining 90 sanab baqayli. Serqiron oilasining 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qizron oilasi bilan Serqiron oilasining tang bo'lib qopti va undaqda biz birlikda Qizron oilasi bilan Serqiron oilasiga Mirkamiljon bilan musiqa ishkasi mukofotlaylik. Kelinglar bola. Ha. Barak bo'lsin. Sizlarmi o'zinglar yoqtirgan soatni soat bilan Muslima qizniki tanlagan so'g'iti bo'lsa, Shinjang Aziz xalqaro so'l chekish shirkati ta'minlagan bolalar kiyimlari bilan bir yurish tatliqlar. Mirkamiljonning tanlagan so'g'it bo'lsa, Shinjang ilm va madaniyat fan tahlil shirkati ta'minlagan ingliz bilan o'yin biladigan tekki. Barak bo'lsin. Marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, tuvanlik sahifamiz bo'lsa, haftada bir hikmat. Xo'roz bilan bo'ri. Bir bo'ri daraxt ustida o'ltirgan xo'rozni ko'rib, uni aldab yemoqchi bo'pti-da, asta daraxtning tubiga kelibdi. Ey, xo'roz, men sana bir xush xabar keldim. Yaqinda hayvonlar bilan qushlar orasida bir-biriga qarsanmaslik, bir-birini bo'za qilmaslik, bir-biri bilan inoq o'tish to'g'riliq to'xtam tuzildi. Endi burunqidek bizdan qo'rqmasami bo'ladi? Yerga tush, do'st bo'laylik, debdi bo'ri. Xo'roz bo'ridan hech qachon vafo kelmaydiganligini yaxshi bilgachga chandurmay. Bo'ri do'stim, so'zingning rostligiga ishonaman, lekin azroq ta'xir qilib tursang, seningdan boshqa yana 2-3 og'inam kelib men xabar qilmoqchi edi. Ularmi hozirla keladi. Shuningdan keyin menmi tushay, hammamiz birga o'ynaylik. Bo'ri xo'rozning bu so'zini anglab, ikki it yetib kelsa, o'zining tushirganligini o'ylab, quyruqini qisqan petiga ketibdi. Hey og'ina, nima ish qilqatsan? To'xtam tuzildi deb atatding-ku. Aldamchining quyruqi bir tutam, deb varqirabdi xo'roz. Şirin bulaktın Bizbek amraq bu bambuk Ormanlarda ünmeydu Çıkar şirin bulaktın Yemigenler bilmeydu Aqil birer güç birer Kesim kesim bambuklar Tolar şunla bambukla Bizi sonka yançunlar Aqil birer güç birer Kesim kesim bambuklar Şirin bulaq bambukları və xrustikləri. Ekranatki qadrli ko'rman do'stlar, Şirin bulaq aql bas programmamizning bu sonimi oxirlashadi turyapti. Uchlik kichik do'stimizning shifasi bir-birisini yaxshi bo'ldi, ya Ablajon. To'g'ri dedingiz Zumrat. Biz bolalar bilan, ota-onalar bilan nayt xushal program o'ynadik. Bir sahifada Muslimaning ifodasi yaxshi bo'lsa, yana bir sahifada Mirkamilning, yana bir sahifada Nadiraning ifodasi yaxshi bo'ldi. Bolalarimiz bir-birini aqlli ko'rsatsin, ota-onalarning va bolalarning programımız qadam tashrif qilganiga, bag'chimizga mehmon bo'lib kelganiga ko'p rahmat aytamiz. Sizlarni yana bir qarshi olganligimizni bildiramiz.
Rahmat, amanlar japa çekdinglar. Albatta bu saat programımızda barliq kichik do'stlarning ishbasi bir-birisini yaxshi bo'ldi. Ishbasi ko'nalik yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, bizning qizarang oilasidagi Mir Kamiljon Ali muborak bo'lsin. Mir Kamiljonning opasiga Şinjan o'ziga so'chak sherik ta'minlagan bir yurish kirim buyumlarini sovg'a qilamiz, qabul qiling. Muborak bo'lsin. Sabah badanida. Mir Kamiljonning opasining do'stiga bizniki Şinjan Avqi Biyo Pantexnik sherik ta'minlagan Gul Jamila markalik sovg'atib chiqqan sharifni qabul qiling. Aqalib sigit Mir Kamiljonga bo'lsa Şinjan ilib va madaniyat pantexnik sherik ta'minlagan o'yin o'ynash bilan savod chiqish o'zaro birlashtirilgan ko'p tillik tibbiy ilib basi qabul qiling. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ancha so'g'itimiz bo'lsa, Sherim bilan Aqil Baghchisi programmamizdagi chempion oltin medali muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat tilaymiz sizga. Albatta bizniki 2-darajaga erishgan Muslima bilan Nadira qizg'i bo'lsa, Şinjan Allumat Biyo Pantexnik sherik ta'minlagan bolalar va o'quvchilarning immun kuchini oshirib, asl iqtidorini yaxshilaydigan Alyul Ala ichimikidan bir qopda mukofot beramiz. Qabul qilinglar. Muslima bilan Nadiraga muborak bo'lsin. Ishqillarni bo'sh kelmadinglar. Gayet yaxshi joriy qilib o'zinglarni siz bitta o'rishsangiz sizning va Muslimaning aqlli sog'lom bo'lishini, o'zingizlarga Alyul Alani hamroh bo'lishini muborak bo'lsin. Alyul Ala siz uchun. Assalomu alaykum. Ekrandagi ko'rinma do'stlar, hammanglarning ish vaqti xayrli bo'lsin. Men Qashqardan balamni shu Aqil Baghchisi programmasiga qatnashtirish uchun olib kelgan edim. Nurg'ulg'an mukofotlarga erishdik. Bundan keyin balamni texmo yaxshi tarbiyalab, yaxshi natijalarningki qo'lga kelishini umid qilaman. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, Sherim bilan Aqil Baghchisi programmamizning bu soniy vaqt munosabatlab tushadi oxirlashdi. Programmamizning texmo rangdor va sarxil mazmunlari kelasi onda davomli huzuringlarda bo'ldi. Kelasi onda ko'rishamiz bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.